Assalomu alaykum do'stlar, sizlar bilan kanal Amboz va Kamina Amboz. Do'stlar, bugungi videomizda men GTA 5 da top 5 ta sirlarni yiqqanman. Ajoyib va g'ayrioddiy. Ko'pchiliklar bilmaysizlar. O'zi bu inglizchadan olingan bo'lib, Estron X deyiladi. Ruschasiga Dostoyniy перевод, пасхальный яйца va o'zbekchasiga to'g'ridan-to'g'ri tarjimasi yo'q ekan. O'shanga men buni videoni top 5 ta siz bilmagan sirlar deb yozdim do'stlar. Birinchi pasalkamiz o'zi ham kartani sentrida joylashgan. Bu mossa orasida oraliq, yonida ammunition bor. Oraliq oxiriga boramiz do'stlar, yozuv ko'ramiz. Bu razraботчиклар tomonidan qoldirilgan qanday yozuv, mana Tornbek deb inglizchalab yozilgan. Bu orqaga o'girildi yana do'stlar va orqaga o'girilsa ishtimay ko'rinmas, lekin yanada dalshi yursak va to'g'ridagi mana oraliqda ko'rishingiz mumkin. Yana bu yerda yana yozuv bor. Nothing heard deb yozilgan va pastiga kichkinagina qilib sorry I lied. Bu degani bu yerda ishtima yo'q, men aldadim. Do'stlar, keyingi pasalkamiz barda joylashgan. Mana barga kelishimiz kerak, Dartsoniy degan joyga va kirganimizdan keyin devorda mana bunaqa dollar ko'rishingiz mumkin. Bu qizni hamma tanisa kerak. GTA San Andreas'dagi introdagi qiz bo'ladi do'stlar. Bo'ldi, hamma yoqqa yopishtirilgan. Bu albatta primoy GTA San Andreas'ga pasalka bo'ladi. Nafaqat San Andreas do'stlar, mana bu qizni ham hamma taniydi. Bu qiz esa o'sha mashhur Vice City o'yinidan olingan. Do'stlar, pasalkalarimiz orasida eng mashhuri shu bo'ladi. Bu Chiliyada tog'da joylashgan. Toqqa chiqqanimizdan keyin mana bunaqa joy kutib oladi, ostanovka va devorga qarasak, mana bunaqa chizma bor. Bu chizmada Chiliyada tog'i chizilgan va pastda o'zga sayyoraliklarning yelkobchasi, o'rtada singan tuxum qanaqadir va eng chekkasida esa jetpack kiyib olgan odam va eng cho'qqisida esa ko'z qanaqadir. Do'stlar, haligacha GTA 5 fanatlar, gamerlar haligacha bu topa olishmagan. GTA 5 Rockstar razraботчиклari esa buni javobini haligacha ham berishmagan. Men o'ylashimcha, bu GTA 6 ga bog'liq bo'ladi. Qanaqadir mana bu yoqda qanaqadir devorlar bor, lekin haligacha hech kim javobini topishmagan. Yoki bu oddiy rasmdir, bilmadim, hech kim bilmaydi. 4-pasalkamiz ham bu San Andreas'ga tegishli. Safari na rayoni degan missiyada Trevor, Lamar, Franklin bitta furgonga o'tirib Grove Streetga borishga to'g'ri keladi. Grove Streetda balastlar bilan kelishib olishga va albatta yo'lda ko'radigan 3 qahramonimizni hamma tanisa kerak. Mana bu velosipeddagi 3 ta qahramonni hamma tanisa kerak. Birinchidagi bu Carl Johnson, ya'ni CJ, ikkinchida Big Smoke va o'rtada esa Ryder do'stlar. Birinchi missiya, hamma o'sha missiyani o'tgan. Albatta bu primoy отсылка San Andreas'ga do'stlar. Shu videodagi oxirgi pasalkamiz eng qiziqarli, menga eng yoqqan pasalka shu bo'ladi do'stlar. GTA 5 100% o'tganingizdan keyin Franklinga, ya'ni missiya juda keyin знакомься, оставшийся degan mashinaga o'tirib ovga chiqishimizga to'g'ri keladi. Va ovda esa mana bu odamni uchratib qolamiz do'stlar. Ko'rgan bo'lsanglar, qor odam do'stlar, qor odam yugurib ketadi, buni o'ldirish juda ham qiyin. Rasul qochadi, juda ham o'ldirishga harakat qilamiz. Oxiri tushishga ham harakat qilamiz. Uning yana yordamchilari bo'ladi, yo'lbars, barslar, ularni ham o'ldirishga to'g'ri keladi. Xullas, juda ham qiynalib oxiri meni o'ldirishimizga to'g'ri keladi do'stlar va qarabsizki, buning ichida esa odam chiqadi, freak, ya'ni tomi ketib qolgan, o'zini Yeti, men qora odamman deb o'ylaydigan qanaqadir zadrut bola chiqadi. Bu ham San Andreas'ga tegishli pasalka bo'ladi, chunki San Andreas'da 2012-yil San Andreas fanatlari polni formulada San Andreas'da monster bor deb razraботчикларga polni qo'yishmagan. Razraботчиклар oxiri mana shunaqa monsterni GTA 5 ga как бы ustidan kulgandek qilib GTA 5 ga shunaqa pasalka qilishgan. Do'stlar, mana videomiz shu joyda tugaydi. Bu birinchi qismi edi. Albatta pasalkalarimiz, qo'rqinchli, turli tuman pasalkalarimiz juda